Ana hurmatli azizlar, ko'p turganlaringizdan rahmat ustozim. Shu davrdagi o'z suratlarimdan iborat bo'lgan kartinalar mana hali yana bu yerda ko'p narsalarni joylashtiramiz. Albatta do'stimiz Ulug'bekni barakat topsin, o'g'li Ortiq akamning o'g'li Ulug'bekni qilgan ishlari. Bu yerda yana qo'yiladigan ko'p narsalar bor. Shular qo'yiladi. Boshqa bir noyob suratlar bor hali. Men o'zimdan juda ko'p shulardan joylashtiramiz. Xudo xolasa xalqimizga, elimizga uzoq yaqindan kelib ketadigan shu sayoq opaxonlar, akaxonlar, do'stlarimizni kelgan paytida shurada Ortiq otajonimni haqiqatdan o'zini foto jamlanmasi degan narsalar arxivlar saqlanib turibdi. Xudo xolasa joylashtiramiz azizlar. Mana rahmatli Faxriddin Umarov. Shunday büyük insanlardan görüş nasip qilgan bana şu Ortiq akamning orqasidan. Tavakkal akamlar, Nuriddin akam, Hamraqulov, Nuriddin Haydarov, Sher akamlar, Jo'royev, Kamoliddin Rahimov, o'sha paytdagi Razak Hamroyevlar, Hamza Umarovlar, bütün büyük sanatkor, dramaturg, aktyorlar nafaqat shu o'zimizda boshqa davlatdan kelgan insanlar bo'lsin. Misol mana shu Abram Talmasov mana birinchi Ortiq otajonov bilan 95-yilda Izrail davlatiga shu Abram Talmasov bilan ko'rishishdan nasib qilib bir joyda salkam bir oy xizmat qilganmiz. Mana masalan Omon akam, Omonmatjon juda bir qalbi toza, her gaplagan gaplari bir chuqur ma'noga ega inson. Mana Tojikiston xalq hofizi, O'zbekiston oldingi esir deb aytiladi, masalan Jo'rabek Murodov. Shu insonlar bilan ham o'tirib turish nasib qilgan menga. Shu Jo'rabek Murodovning yonida ham doira chaganman men. Andijonlarda qo'llarimni ushlab, rahmat Ortiq juda boshqacha yigit bu deb meni yaxshi ko'rardi. Bu insanlar endi xayrlari yaxshi bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin azizlar. Mana rahmatli ustozning onalari, China onam. Bu inson juda bir qo'li shirin, har xil ovqatlarni juda mazali qilib, juda shirin qilib pishiradigan inson edilar. China onamiz har borganimizda duo fotihalar qilib bir joyga ketadigan bo'lsak, Ortiq akam bizni chaqirgan bo'lsak, uyda oshni yeb, keyin duo fotihalar qilinadi. Mana shu tor Ortiq akamning haqiqatdan ham o'zini eng oxirida chalib yurgan tori. Mana ustoz Xo'jayoz usta desa biladilar. Xorazm Pitnak shahridan o'sha kishilarni yasagan tori. Ortiq akamni rostdan ham shu o'zini chalib turgan oxirgi zapislardagi tor mana shu tor mana azizlar. Juda bir yoqimli ovozi bor. O'zim yaxshi ko'rib chalar edim. Mana o'sha paytda ham aytar edim Ortiq akama. Mana do'stim Ulug'bek aka shuni berasan degandim. Mayli deb endi bera qo'ydik. Barakat topsin. Mayli xalqimiz ko'rsin. Mana dutaram shu Qo'chqorov opam mana Ortiq akam o'ziniki, mana turk soli Ulug'bekni Turkiyadan olib kelgan Ulug'bek uchun Ortiq akam buni podarka qilib mana shu mashinkalar mana olgan mana tashakkurnomalar. Hali bir bafurcha kelib boshqatdan bir ko'rsatuvlar qilamiz hurmatli azizlar. Sizlar kuzatishni davom qilib, like'larni bosib do'stlarga tarqatib turaveringlar. Hamma she'rlar sizlar uchun xizmatda azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uyingizda yaxshi kun xursandchiliklar davom qilaversin, bizga bor xizmat qilaveradi. Sizlardan faqat so'rayacağımız bitta like'ni bosib do'stlarga tarqataveringlar azizlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Büyük krallar, O'zbek sanatini o'z sanati bilan dunyoga tanitgan insonlar. Rahmatli Sher akam, Jo'royev, Ortiq otajon,
Böyle cennetten bo'lsin sizlar. Sağ olun. Ketar oldum aymen senden Evvelden bir vapa dünya hoş indi Gözüm açık ketar oldum aymen senden Evvelden bir vapa dünya hoş indi Derdim aşık ketar oldu kün künden Cebirli cepalı dünya hoş indi Derdim aşık ketar oldu kün künden Cebirli cepalı dünya hoş indi Həmlərimizdən yaxşı xidmət qıladığan, arkada canıqdan zamandan yaxşı aytıb durmuş. Şunu yanında dairəçilik qılıb, hazır şunu icadını bütün dünyaya yaratıb bilgən Muhammed şöhrətə peyda olub, kolunda nələr bilən aparatları həm onları alıb aldı, Labağatdan gəldi. İşte tarika boy, Navran, şart gavhari bo'lgan, go'zal qiyog'imizda kuraga yerga tegmagan Pahlavon Mahmudlar diyorida ana shular qo'nim topgan. Mana shu Xivada ustozimiz o'zbek san'atining yana bitta ustunlaridan o'zining noyob sehrgar tarang ovozi bilan o'zining maktabini yaratgan O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonovning muzeyiga tashrif buyurdi. Haqiqatda shu yerda muzeyga kelgan vaqtimizda bir narsani ko'p o'ylagan, mana shu o'zining doirada doira chalgan hozirgi kunda Muhammad Shiroziy tavallusi bilan hamda blogerlik qilyapti. Mana Ortiq Otajonovni nomlar bilan yurityapti. Bu yigitni 88-yillar, 87-yillarda o'zi uylantirib, o'zi o'qishga kirgizib, ham nafaqat ustozlik, ham otalik qilgan, ham bu insonga ustozlik qilgan. Haqiqatda men bir narsaga qoyil qolaman. Doim davrlar borsa, o'qigan shogirdlar juda ko'p. Bu inson shogirdlari O'zbekistonning barcha yerlarida, barcha qalalarida. Lekin bu shogirdni haqiqatdan hozir bu davrlarga kirib qolsangiz, o'sha ortga yurgan topiyasini deymiz, do'qisini boshidan kiyib hazillashib qolgan odamlar, yoshi katta insonlar ortga kelayapti. Hazillashib qolgan. Yaqinda Aleksandr kelin shurda, ana shu paytda ham kelin salom olyapmiz. Go'yoki ortga davraga kirgan bo'lib, men o'zim shurda o'zimga yosh oldim. Haqiqatdan qadr, e'tibor, yaqinlik nafaqat muxlislik, farzandlik, o'zini farzandlariga haqiqatda ularni ham o'zini san'atda tutgan o'rni bor, yo'li bor. Lekin shoir san'atkorning ulug' yo'nalishi bor. Mana shu ustozlar bo'lgan haqiqiy dil-dildan borligini berib xizmat qilishini, hurmat ehtirom qilishini mana shu Muhammad Shiroziy ko'rsatadi. Nimaga deganda, qachonki qaysi bir tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, Navro'z bayrami bo'ladi, ayollarning bayrami bo'ladi, ustozlarning kuni bo'ladi, Yangi yil bayrami bo'ladi, qanday tadbir o'tkaziladigan bo'lsa, go'yoki ana shu davrada shu insonni yurganda, ana shu boshidagi doktor orqaga otasidan shularni ko'p eshitaman. Haqiqatda bizdan mehnat singan emas ekan, ana shu to'ylardan bosh bo'lib, o'qishlarga kirgizib, olinarmoq o'zining yonida yelkadosh go'yoki o'zini o'g'illarni qilib tarbiyalaganini men shu kishida ko'rib, shu kishida mujassam bo'lganini ko'rib havas qilaman. Men o'ylar edim, barcha san'atkorlarning yanida yurgan shogirdlari Muhammad Shiroziydan o'rnak olsalar Assalomu alaykum. Muhammad Shiroziy kanalini ko'rib turgan do'stlar, barcha ijtimoiy tarmoqlarni do'stlarimiz, Instagramda kuzatib turgan do'stlar. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Bebeğim bunlara bakamaz. Ama yapıyoruz yorulmasından. Ama yapıları korkuyor. Bu ses yapıcıyla. Kamının kitmeciye bıraktı anar malum. Böyle bir şey. Aletleri sana da engel. Ayaktan juda melal yoktur mecalı yok. Degenden şakarda şöyle de hazır doğrusu. Benim dinlemene meseleler üniversitede hemen sustadım. Hakikaten öten atmayılık olsun. Senin tarafın olsun. Bunu kök şagirtleri kazasından insan var. Bayık yaratmak Recep hakikaten alt kelime nöbet gelirse nöbet yetmesi. Şu insanlarını çakırıp göğe ki alt kelime insanlar sen olardı. Şimdi şu devirlerde Allah özünü mektebinde yanında insanlar. Yani böyle cennette olsun. Hemşe şahitleri çok olsun size okşalan. Hakikaten kaysi bir devreye varsanız şu an eşulasız toyan bir gibi hep birelim gibi. Ayarlarımız bozun, belki insanların kanmasını gidiyor. Orada gençler şu an. Hem mesela buralarda ayarlarımız doğru ortada. Gelip tutucu ama gidiyor başlandı. Gelip başlandı. Ben şu var burada. Ben adamlarla adamlarla insanlarla onların sanatları hem işe ben hayat kalın yaşıyorum. Sen gereksiz, kıyvakisiz, Atacan bulaşkırımda lezgisiz, hiçbir olana tekerme indirip bakmayın. Yine Dinakal günde ben kim yekenisiz, bu insanların ebediyete dağıldı. Hakikaten iyice adam şu geldi sağlayan hem mesela arkama 75. 78, 80, 85. insanların başka bir şey yapmam. Hiç ama 70. Ama benim zaten genel sağlık. Gerçeğizi bilemen, kanallar kalı toylarında, ailelerinde, her bir tedbirlerinde varıp şu Taşkent'ten sen yekin tedbirine sen aytmakçıman Ulanı senedine ayır, yollanmaz. Hiç kaçan adam Ulanı eşyalarından, ulanı sözlerinden, ulanı süperlerinden duymuyor. Şu derece şimdi Allah'ın nezarı düşken, ilahiden beri insanlar. Ben öz maksatım var. Ben niyetim fakat şu insanların sanatına gelecek yaşlarımızdan bir fark olmasına bunun sanatını çok alış gerek. Bunları hem nasıl yolu çok ucunalış. Bunlar işte bazılar bu sanatı yine böyle bir şey var. Böyle sanatlar birlikte ben arkadaşıma şu an kaydetmek işler tutmam. Çok yine farklı çaldım tutmam. Orada bir insan düşünüyor. Başaramazsın. O zor edem. Böyle tek yapılır. Belki bir meseleye bir kalma. Mobile kalma. Ne gelirseniz 60 yıllarında yani şu Aristo'da olmanın olmasında birinci mesele yanında bir soru affedildi. Ron gizli insanlarmış. Şu kayıtta oynanmayı özümüzle oynaş gerek mi, gerek mi diye sağ oldu. Lakin buradan gayemiz dar olan Şimdi karasan, oyunumda kızı şart var. Şu şartını baylanıp oynasam çok işte. Gözümü hayalımda gezdim de, karasan şimdi vakit gelme 10 eninde bir fark kolunda. Keyin şartını aldımdan, şimdi kalk verdiğimden, şimdi baylandığımdan o Afrika'nın bir yerinden bağladım. Keyin havaya vurup verdim. Birden gelip yaş İlgiler bir başka çabuk ben merkezeye çalıp şimdi bir mazakın birinci merkezinde eleştirdim. Ana şu değerine etkiledi. 60'ında bir yılın baklar edip 70'e bir kalır, 70'de buna bularken rahmetli babası Allah'ın et babası üzeri boş bular edi. Gelesen, ustaz kop, ana seni Muhammed cönet edip yana de. Ağa bekekene opasını girmelere düşmekte. Siz özünüz şunu aytamanda şu etibar verip varlığından keyin kütüp aldınız. Rahmetli ustaz hazır yağmurda yağmuran seferler çok. Erkekleri aşık bulup durana ki elbette var uyanıp var yağmurda esip geldiler. Şimdi bir mehriban insana dedi. Özünüz alıp vardınız. Keyin o'sha kechqurun tadbirga kelgan vaqtda Charog'mona kelishdan oldin Karamat ustoz Don bilan
Kubankeni alıp yürüyün. Şu bir gepiniz, şu vaxtından siz bir anlı insan ekensiz. Ben indi uyladım, pelakya verildi, boldu dedi. Lekin yok, öyle syomka boladı. Keyin bu yerde ustazni berip özünü bir nimesi var. Dep, şu derece her bir yüreğinden ki, nersenin yüreğini biler ekensin. Keyin şurada nimede Çaralmanda Karabsiki, Kep'te Alaman, şunni köp sanatkarlar, başka respublikalardan hem joydan adamlar teşrif buyurgan. Endi qarang şu insanların içinde rahmetli Fatullah Masudov öten dep yol berip turibdi. Shularni davresinde durup ustoza men hozir şu paytda tushunmaganman. Hozir endi faxrlanaman. Birontasi ko'rsa aytadi, "Ey, ortiq aka, don gizib Kubanka gezdingiz." Keyin vaqtlar o'tishi bilan o'g'limni to'yindan sal aldirab uchrashib qoldik. Shunda ortiq akam aytadilar, "Sen o'ta anliq ekansan. 300 çapan, 300 giren gepti. Lekin birgina sen Kubanka gezgansan. Sen Almahan hayvanı asıl terbiyesini algansan. Lekin ben size şu kadar aytıp bilmemedim. Şu minnetdaşlıkımı hazır şurada aytaman. Nimaga deseniz, sizin şu bir ağzın gepiniz bilen şu tarihi voqeaga men muhrlanganman. O'zi ortiq akam biladi, konsertlarda Toshkentda ko'p nima bo'lib qoladi. Bu paytda avtobusda yozadi-da montajni. Haligi sırası montaj avtobus içine çıkardım ben. Bu cahil 40 vermesek bo'lmaydi desem, ortiq akam ben der avtobus içinden topladı dedi. Nasip olarak diktir Toshkentdagi. Ko'p o'sha paytdagi diktir xotinlar, ayollar ortiqdan bu yigitlarga xolasini qaytmaslik kerak. Bu televideniyaning bolasi deb meni ko'p chaqiradilar televideniya. Bolasiz, berisiz olib qolamiz deb, rejissor nelar. O'zim qiziqaman shu suratga tushirish bo'lsin, syomka bo'lsin, jarayonlar bo'lsin. Ana hurmatli azizlar, ko'p turganlaringizdan rahmatli ustozman. Shu davrdagi o'z suratlarimdan iborat bo'lgan kartinalar mana hali yana bir yerda ko'p narsalarni joylashtiramiz. Albatta endi do'stimiz Ulug'bekni barakat topsin, o'g'li Ortiq akamni, o'g'li Ulug'bekni qilgan ishlari. Bu yerda yana qo'yiladigan ko'p narsalar bor. Shular qo'yiladi. Boshqa bir noyob suratlar bor hali. Meni o'zimdan juda ko'p. Shulardan joylashtiramiz. Xudo xolasa bir xalqimizga, elimizga uzoq yaqindan kelib ketadigan shu sayoq opaxonlar, akaxonlar, do'stlarimizni kelgan paytida shu yerda Ortiq Otajonovni haqiqatdan o'zini foto jamlanmasi degan narsalar arxivlar saqlanib turibdi. Hali Xudo xolasa joylashtiramiz azizlar. Mana rahmatli Faxriddin Umarov. Shunday büyük insanlarla görüş nasip qilgan bana şu Ortiq akamning arkasından. Tavakkal akamlar, Nuriddin akam Hamraqulov, Nuriddin Haydarov, Sher akamlar, Jo'rayev, Kamoliddin Rahimov, o'sha paytdagi Razak Hamroyevlar, Hamza Umarovlar, bütün büyük sanatkor, dramaturg, aktyorlar nafaqat shu o'zimizda boshqa davlatdan kelgan insanlar bo'lsin, misol mana shu Abram Talmasov mana birinchi Ortiq Otajonov bilan 95-yilda Izrail davlatiga shu Abram Talmasov bilan ko'rishim nasib bo'lib bir joyda salkam bir oy xizmat qilganmiz. Mana masalan Omon akam, Omonmatjon juda bir qalbi toza, her gaplagan gaplari bir chuqur ma'noga ega inson. Mana Tojikiston xalq hofizi, O'zbekiston oldingi esir deb aytiladi, masalan Jo'rabek Murodov. Shu insonlar bilan ham o'tirib turish nasib qilgan menga. Shu Jo'rabek Murodovning yonida ham doira chakanman men. Andijonlarda qo'llarimni ushlab, rahmat Ortiq juda boshqacha yigit bu deb meni yaxshi ko'rardi. Bu insanlar endi yatqanlari yaxshi bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin azizlar. Mana rahmatli ustozning onalari, China onam. Bu inson juda bir qo'li shirin, har xil ovqatlarni juda mazali qilib, juda shirin qilib pishiradigan inson edilar. China onamiz har borganimizda duo fotihalar qilib bir joyga ketadigan bo'lsak, Ortiq akam bizni chaqirgan bo'lsa, uyda oshni yeb, keyin duo fotihalar qilinadi. Mana shu tor Ortiq akamning haqiqatdan ham o'zini eng oxirida chalib bergan tori. Mana ustoz
Xo'jayoz usta desa biladilar. Xorazm Pitnak shahridan o'sha kishilarni yasagan tori. Ortiq akamlar rostdan ham shu o'zini chalib turgan oxirgi zapislardagi tor mana shu torman azizlar. Juda bir yoqimli ovozi bor. O'zim yaxshi ko'rib chalar edim. Buni o'sha paytda ham aytar edim Ortiq akama. Buni do'stim Ulug'bek aka shuni berasan degandim. Mayli deb bera qo'ydik. Baraka topsin. Mayli xalqimiz ko'rsin. Mana dutaram shu Qo'chqorov opam mana Ortiq akamni o'ziniki, mana turk sozi Ulug'bekni Turkiyadan olib kelgan Ulug'bek uchun Ortiq akam buni podarka qilib mana shu mashinkalar mana olgan mana tashakkurnomalar. Hali bir bafurcha kelib, boshqatdan bir ko'rsatuvlar qilamiz, hurmatli azizlar. Sizlar kuzatishni davom qilib, layklarni bosib, do'stlarga tarqatib turaveringlar. Muhammad Sherali sizlar uchun xizmatda azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uyingizda yaxshi kun, xursandchiliklar davom qilaversin, bizga borib xizmat qilaverar. Sizlardan faqat so'rayacağımız bitta laykni bosib, do'stlarga tarqataveringlar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana büyük kurallar. O'zbek san'atini o'z san'ati bilan dunyoga tanitgan insonlar. Rahmatli Sher akam, Sherali Jo'rayev va Ortiq akajonov joylari jannatdan bo'lsin azizlar. Sog' bo'linglar.